takcha musobaqada ham medal yutadigan bo'lsang, u ko'pchilik aytadi, bu narsa oddiy temir, medal nima bo'lardi deb gapiradi. Lekin bitta narsani tushunish kerak. Mana shu medal sen o'sha musobaqada erishgan natijani samarasi. O'sha musobaqagacha bo'lgan paytda sen ketkizgan energiya, ketkizgan vaqting, atdushi trenirovka qilganingni mana shu hujjati. Bu million anaqadan qimmat turadi bu narsa. Shuncha trenirovka qilasan, umring o'tadi, joningni berasan. Arzimagan medal oldingmi deydi, uni faqat sportsmen tushunadi. O'sha ketkizgan vaqti, travmalari, shuncha payt o'sha natijaga erishish uchun bosib o'tgan qiyinchilik yo'lini faqat sportchi, murabbiy biladi. Bu narsa qimmat turadi.